Assalamu alaykum YouTube kanalımın ko'ruvchilar. Men bugun ile gullerimizga kaliy qo'ymoqchiman. Shuning uchun buni ko'rsatmoqchiman. 10 litr suvga o'zimiz mana magazinda sotadi. Hamma gul magazinlarida bor. Mana aniq yozuvini ko'rsatyapman. Gumat kaliy deb qo'ygan. Bu gullarimizga hozir mana shu bahor paytlarida kaliylar yetishmaydi. Shuni hisobiga kaliyni qo'yamiz. Mana buni 10 litrga 2 ta kolpachogini qo'yamiz. Mana bitta. Mana ikkinchisi. Meni lekim 10 litrlik, 10 litrga 2 ta kolpachogi yetadi buni mana. Normasi shu mana. 1 mana 2. Qapqog'ini yaxshilab silkib yuboringlar, suv qo'yib ichiga tushib qolmasin. So'ytlasini yo'qotmay yaxshi turadi. Mana buni aralashtirib yuboramiz. Gulni tagiga birinchi buni kaliyni quyishdan oldin mana men to'ydirib suv quyib ichirib oldim. Quruq tuproqqa quymaysizlar. Mana ikkalasi ham gulim. Tagida suv bor. Endi ustidan men buni quyaman mana. Juda buni ko'p aqsi chiqib ketmaydigan qilib quyamiz. Xo'p, ildizida qoladi. Bahorda juda ham yaxshi ozuqa. Hozir may oyi mana hamma gullarga kerak bu ozuqa.